Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimizni Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Chimyon qishlog'idan olib boryapmiz. Ya'ni biz bu dam olish maskanini shart-sharoitlari haqida, manzarasi va narxlari haqida qisqacha obzor qilamiz. Xo'p, bu choyxonamiz yana Archidor choyxonasi deb ataladi. Bu dam olish maskanimiz ham choyxona uchun mo'ljallangan, ham oilaviy kollektiv bilan yoki bo'lmasam yaqin do'stlar bilan dam olish uchun mo'ljallangan joy hisoblanadi. Ya'ni joyimiz mana shu soyda bo'yida va juda manzarali joy hisoblanadi. Va mana shu bugungi dam olish maskanimizni obzorini sekin boshlaymiz. Dam olish maskanimizda demak kirovruch so'rilari mana bunday suv yoqasi bo'larida joylashgan. Yani asosan bu joylarga o'sha yosh katta insonlar, ya'ni asosan erkaklar qo'yiladi, lekin erkaklar kam bo'lgan payti demak ayollar ham qo'yishi mumkin bu yerga. Joylarimiz o'ta salqin va eng muhimi toza pokiza hisoblanadi. Bu joylarimizda mashina qo'yishgan parkovkalar yani yetarli, muammo yo'q bunisidan. Bu so'rovlarimizni, demak topchilarimizni narxlarini demak boshlaymiz. Bu narxlarimizni hammasi demak so'rovlarimiz katta kichikligidan farqlanmaydi. Hammasi teng 250 ming so'mdan hisoblanadi. Ya'ni bu yerda o'sha 250 ming so'mning ichida demak o'sha choyi, demak xizmati va albatta ovqat qilib berish xizmati ham shuning ichida hisoblanadi. Demak mana shu birinchi qatordan video obzorimizni davom ettirib ketamiz. Mana bu birinchi demak so'rini tapchani sharoitini ko'ramiz. Qolganda mehmonlar bor ekan. Demak mana bu tapchanimiz ham 10 kishiga mo'ljallangan. Ya'ni buni ham narxi 250 ming so'm. Xizmati, choyi va ovqat qilib berish xizmati demak hammasi ichida hisoblanadi. Ya'ni bu so'rimiz mana bu soyga qaragan salqin joyda. Xo'p, endi ikkinchi qator so'rilarimizni ko'rib chiqamiz hozir. Mana ikkinchi qator so'rilarimiz. Ya'ni hammasi xon taxtali, hozir mehmonlar kelsa hammasi xon taxta qo'yib berishadi. Mana tepada ventilyator sharoitlari. Xo'p, har bitta so'rin oldida demak ana bunday oqma kranlarimiz bor. Mana toza ichimlik suv. Atrof manzarasi o'ta salqin, o'ta chiroyli. Mana so'rlarimiz. Demak bularning narxi ham 250 ming so'mdan. Xo'p, endi qadrdonlar, endi tepada ham so'rimiz bor, endi tapchalarimiz bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Hozir o'sha o'zim so'rashim bo'yicha aytyapti, tepadagi so'rilarimiz 250 ming so'mdan deyapti. U ham odam soni ko'p o'z ichiga oladi. Tepaga chiqamiz. Mashina uchun parkovka. Yana bu yerda katta so'rilarimiz ham bemalol 20 tagacha odam qabul qilib. Mana bu so'rilarimiz ham bemalol 20 tagacha odam o'radi. Bu so'rimiz narxi 250 ming so'mdan. Ya'ni katta kichik ajratilmaydi. Qanchalik odam soni ko'p bo'lsa, shunchalik o'sha dam olishlarga arzon hisoblanadi. Mana so'rilarimiz. Bu endi soydan tepada joylashgan. Favvoralar bilan bu joyimizdan salqin. Mabodo tepada ham joylarimiz bor. Demak, kim qaysi joyda xohlasa shu joyda o'tirishi mumkin, dam olishi mumkin bu joyda. Endi bu yerda demak qolsa ham bo'laveradi, ya'ni 2 kun, 3 kun dam oluvchilar Chimyon qishlog'ining toza havosidan bahramand olishi mumkin.
Demek albatta mana tepada xonalarimiz bor. Endi har bir xonaga demak so'rilaveradi. Xonalarimiz. Dush hammomlari. Xonalari demak. Xonalarimiz televizorlari. Demak albatta divanlari bilan. Endi oilaviy bemalol dam olib kelsa ham bo'ladi. Yotoq joylarimizda juda chiroyli. Hovlini qo'ygan xonalarga kirib chiqamiz. Mana navbatdagi dam olish xonamiz. Mana xonalarimiz ko'rinishi. Mana dam oluvchilarga demak kirib o'tishlar beriladi. Yo'q, o'ta salqin. Xonalarimiz deyarli bir xil hisoblanadi. Albatta yig'ilamiz. Bu yerda mana ko'rib o'tishlari. Keyin bemalol do'stlarni ulfatlar bilan to'g'ri kelsa bo'ladi. Hop, bu xonalarimizni ham demak narxini qaytarib o'tamiz. Bitta odamga bir sutkasi 50 ming so'mdan. Endi o'sha 50 ming so'm ichida albatta so'rilari ham qo'shib beriladi. Mana, xonalarimiz demak bemalol bitta bankga qilib o'tirish mumkin. Mana manzara tepadan ko'rinishi. Dam olish maskanimiz o'ta salqin, o'ta chiroyli. Asosiysi tinch. Ortiqcha shovqinlarsiz. Xonalarimizni ham ko'rsatamiz, unda ko'rib o'tishlar berishadi. Endi kelib bemalol xolasining oila bilan xolasalari shu yaqin do'stlar bilan kelib dam ketishlari mumkin. Mana ota-onalarimizni o'zlari ko'rlaring, demak sharoiti hammasi joyda, o'sha tualet, hammomi, demak hammasi ichkarida joylashgan. Xo'p, endi oshxonasiga tushamiz. Chunki biz aytib ketdik, bu joy ham choyxona vazifasini bajaradi. Ya'ni bu yerga tashrif buyuruvchilarga qolgan taomlaringni buyurtma asosida qilishlaring ham mumkin. Ya'ni hech qanday xarajat olib kelmasdan. Hozir oshxonasiga tushib, böyle narx-navolarni ham ko'rsatib ketamiz. Mana buyurtma asosida tayyorlab beruvchi joyimiz. Mana xohlagan ham erta bilyard o'ynashlari ham mumkin. Bu yerda sharoitlar bor. Assalomu alaykum, hormanglar. Aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Buzimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. O'sha taomlarimizni o'sha dam oluvchilarga buyurtma asosida demak xohlagan ovqatlarni tayyorlab berishadi. Bemalol ovqatlarimizni o'sha telefon orqali buyurtma qilishlari mumkin. Xohlasalaring palov, xohlasalaring dirlama, xohlasalaring demak kun istagan ovqatlaringizni tayyorlab berishadi. Tajriba oshpazlarimiz sizlarning xizmatlaringizda. Har bir tachchanimizning tepalarida shunday favvoralar bor. Albatta bu qulayliklar siz aziz dam oluvchilar uchun demak yaratilgan sharoitlarning bittasi hisoblanadi. Mana dam oluvchilarda chiqimlar yaratish va bunday ommaviy raqslar uchun talonkalarimiz, musiqalarimiz deb qo'yiladi. Sizlarni xohlagan musiqalaringizni shu yerdagi DJlarimiz demak sharoit yaratib beradi. Mana shu maydonimizda maslahat qilib raqsga tushib, o'zlaringizni charchoqlarni chiqarish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bu so'rlarimizdan demak hammasi albatta saqlanib turuvchi demak suvlar bilan o'ralgan. Saqlab dam olishlar mumkin. Eng asosiy mana soyda bo'yida.
Bu achchig'ida ochamiz. Endi shu dam olish maskanimiz o'sha Chimyon qishlog'i markazida. Inson ichki orada hisoblanadi. O'sha markazdan 1 kilometr ichkariga kiriladi. Mabodo agar mana shu joyga kelishda muammo bo'lsa, demak shu pastdagi nomerga telefon qilsalaring, o'zlari chiqib o'sha markazdan sizlar bu yerga olib kirib ketishlari mumkin. Ya'ni bu yerda izlashlaringda muammo tug'ilmaydi yoki bo'lmasam barchalarga lokatsiya tashlab berish mumkin. Mana bu yerda oshxonamiz ham bor. Xohlaganlar ovqatni o'zi tayyorlashi mumkin. Dam oluvchilar uchun kiratilgan oshxonamizda holati. Demak, hamma o'chog'imiz demak gaz ishlatiladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Ya'ni xohlagan taomlaringizni o'zlari istagandek tayyorlashlari mumkin. Demak, hamma taomlarimiz gazda qilinadi. O'zim masalan ko'p dam olish maskanlariga obzor qilgan borganimda, dam olish maskanini obzor qilgan borganimda eng ko'p e'tibor bergan narsa bu mashinani parkovka qilish joyi va albatta hojatxonasi e'tibor qaratiladi, chunki bu joylarda demak albatta toza pokiza bo'lsa, demak insonni ham kayfiyat ko'tariladi. O'zini hojatxonamiz ayollarga alohida va erkaklarga alohida, ikkalasi ham tahoratxonalari alohida, demak alohida ajratilgan. Hozir erkaklarga ko'rsatib o'tamiz. Burada tahoratxonalarimiz, demak bemalol bu yerda hamma sharoitlar demak yaratilgan. Qadrli kuzatuvchilarimiz, agarda bugungi video obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta videolarimizni like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar va qanday savollaring bo'lsa kommentariyada yozsangiz mumkin. Biz imkon darajada javob qaytarishga harakat qilamiz. Albatta bu yerga kelib dam olishlaringda barchaga tavsiya qilib qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.